Darsdan oldin polga kutish chiziqlari va yo'llarni lenta bilan belgilang. Rasmda ko'rsatilgandek sinfga sharlar va savatlarni tayyorlang. Bolalarni kutish chizig'i yopishtirilgan devor bo'yida bir qatorda o'tirib kutishlarini ta'minlang. Tushuntirish berayotgan o'qituvchilar bolalar va sharlar orasida turib, ularning diqqatini chalg'itmasliklari kerak. Bir vaqtning o'zida 2 yoki 3 juft bola start beradi. Bolalar orqa o'rniga turganda har bir start nuqtasidagi o'qituvchilar ularning orasiga qora shar qo'ying. Har bir start nuqtasidagi o'qituvchilar bolalarning ismlarini belgilab, har birining bir marta ishtirok etganini tekshirsin. Kutayotgan bolalar start olayotganlarni mos shior bilan qo'llab-quvvatlasin. Kir havoni ramziy qiluvchi qora sharni savatga soling. Burilish nuqtasida o'qituvchi toza havoni ramziy qiluvchi ko'k sharni bolalarning orqalari orasiga qo'ysin. Bolalar yana yo'l bo'ylab start nuqtasiga qaytsin. Ko'k sharni sariq osmon plakatiga yopishtiring. Ko'k sharlar 2 tomonlama lenta bilan tayyorlangan. Agar bola plyonkani yecha olmasa, o'qituvchilar yordam berish kerak. Ko'k sharni yopishtirib bo'lgan bolalar navbat oxiriga borib, tartibli o'tirib kutsin.